Ayzipom, siz uchun eng legendarnisi? Kalish. O, kalish. Nega kalish? Yomg'irligi zo'rda bu. Loy ko'chalaringizda? Ha, loy ko'chada bu zo'r. Chopa. Shuning uchun Irina bizni davrimizda Irina urf bo'lgan. Sarpalaga ham Irina qo'yilgan. Kelinlarning eng chiroyli oyoq kiyimi Irina bo'lgan. Hammada shunaqa bo'lardi. Menimcha Irina bo'lsa kerak. Kalishlarga men kiyolmaganman hechcha. Qanaqa nima deydi? Oyog'imga suyimga botardi. Menimcha ko'plarning suyagiga botgan kalishi. Dilnura, siz uchun qaysi biri legenda? Kalish yoki Irina? Kalish? Balenciaga-yu bu. Bu kalish Balenciaga emas. Mana buni nima dedingiz? Irina. Qizlanishga qo'yilganmi? Voy, anaqa nechinchi yil edingiz? Kimyon. 2000 legan savol beraman. Siz bilmaysiz bunaqa narsalarni. Ikkalasi ham legenda bo'lgan. Kalish yoshligimizda oyog'imizni cho'pga o'lchab olib kelishardi deydilarimiz. Oyog'ingiz razmerini cho'pda o'lchab, Cho'pda o'lchab. kimlarnikidir ipda o'lchaydi, sizniki cho'pda o'lchashgan. Ha, Voy, lekin siz uchun kalish, a? Kalish. Qarang, turmushga chiqqanimcha kalish bo'lgan. Turmushga chiqqanimdan keyin Irinka bo'lgan. Nega? Bilmasam. Uyalganimdan-da. Ha, demak siz kalishdan uyalib, erga teganingizdan keyin turmushga chiqqaningizdan keyin Irinaga o'tgansiz. Ha. Nega uyalgansiz bo'lsa? Kalish kiyishga. Irina sarpezga qo'yilganmi o'sha paytda? Qo'yilgan ikkita, biri qizil, biri bardoviy Voy, buni yashil rangi, keyin qorasi ham bo'lgan, a? bo'lgan. Keyin anaqasi ham bo'lganmi buni? Orqasi yopiq varianti ham bo'lgan. Undan ham kiygan emas, yenglisini. Padelkasi, keyin originali ham bo'lganmi? Bo'lgan. Qayerdan ajratgansiz? Buni orqasi yog'ochli bo'lardi. Maytdan taxtasi chiqib ketadi. Padelkasining taxtasi chiqib ketadi. Padelkasining taxtasi chiqib ketadi. Rahmat, katta. Ana. Men bunaqalik kiymaganman. Men bunaqalik kiyganman. Mana hozir Ezazen brendda bor. Har xilidan toshli, mana bunaqa kojali, yosh katta onaxonlar uchun kojalilarimizdan bor. Bular 210 mingdan. Toshlilari bo'lsa, mana hammasi original turetskiy, Dolce Gabbana deysizlarmi? Bular 280 mingdan. Toshlaysiz bo'lganmi shunaqalik tushunganingizda? Bo'lgan, lekin men mensimaganman bularni. Mana mamda ham bor ekan, mana bu yoqdagilarni ham Ha, bu ko'rdik. tarafda ham bor. Mana bunaqa sarpalarga, qizlarga, kelinlarga mana bunaqa modellardan bor. Hammasi Ravigoniki. Bular original. Mana bunaqa kojalar. Razmerlar bormi? Naturalka koja. Razmerlar bor, 36 dan 40 gacha. Xitoydan yana katta patel tapshkalarimizdan kiryapti, ularni ham reklama qilamiz.